Amir Temur ibn Amir Tarag'ay 1336-yil 9-aprelda Kesh, hozirgi Shahrisabz, Qashqadaryo viloyatining shaharlaridan birida, Xo'jailg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. Uning onasi Takina xonim, otasi Amir Muhammad Tarag'ay Barlos ulusiga mansub beklardan, bahodir jangchi, ulamoyu fuzaloga ixlosmand, ilm ahliga homiy va ishtiyoqmand kishi bo'lgan. U yilda bir marotaba Ili daryosi bo'yida xon tomonidan chaqiriladigan el yurt beklarning qurultoyiga taklif etilar va u bunday yig'inlarda qatnashar edi. Shuningdek, Amir Temurning opasi Qutlug' Turkon og'o va singlisi Shirinbeka og'o turkiy tillar ehtimollik lug'atida qayd etilishicha, og'o so'zi ota, aka, opa, er yoki yoshi katta qarindosh kabi ma'nolarda ishlatilgan. Amir Temur davrida esa bu so'z ayollarga nisbatan qo'llangan. Ular Temurdan oldin vafot etishgan va Samarqanddagi Shohi Zinda majmuasidagi maqbaralarda dafn etilgan. Muyiz al-Ansabga ko'ra, Shayboniylar davriga oid tarixiy asarda Temurning yana 3 ta Juki, olim shayx va Suyurg'atmish ismli ukalari bo'lgan. Amir Temur o'z davrining eng qudratli sarkardalaridan biri bo'lib, u markazlashgan kuchli davlat barpo qilgan, jahon tarixida muhim o'rin egallagan va o'zining harbiy yurishlari hamda davlat boshqaruvi bilan mashhur bo'lgan. Uning nomi tarix sahifalarida buyuk imperiyalarni qudratli qilgan, jasorat, aql-zakovat va kuchning timsoli sifatida qolgan. Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda, balki kuchli davlat arbobi ham edi. U o'zining aql-zakovati, harbiy iste'dodi va kuchli boshqaruv uslubi bilan tarixda o'chmas iz qoldirdi. Uning ta'siri nafaqat O'zbekiston, balki butun jahon tarixida ham seziladi. Amir Temurning yoshligi haqida ma'lumotlar kam uchrasa-da, ayrim manbalarga qaraganda u yoshligida xat savod chiqarib, o'z davrining tibbiyot, riyoziyot, falakiyot, me'morchilik va tarix ilmlarini o'rgangan. Uning yoshligi Keshda kechgan. 7 yoshga to'lgach otasi uni o'qishga beradi. Amir Temur yoshlik chog'laridanoq maxsus murabbiylar nazorati ostida chavandozlik, ovchilik, kamondan nishonga o'q uzish, boshqa turli mashq va harbiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lgan. Shu asnoda Amir Temur tulporlarni saralab ajrata oladigan mohir chavandoz va dovyurak bahodir bo'lib voyaga yetgan. Amir Temur tabiatan og'ir, bosiq, teran fikrli va idrokli hamda nihoyatda ziyrak kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson bo'lgan. Shu tufayli o'spirinlik chog'laridayoq atrofiga tengqurlari orasidan sadoqatli do'stlarni jalb qila olgan. Uning atrofiga bolalikdagi do'stlari va maktabdoshlari to'planishib, birgalikda mashq qilar, musobaqalarda ishtirok etishar, asta-sekin navkar bo'lishib, harbiy guruhga birlashib, harbiy bo'linma sifatida shakllana borgan. Keyinchalik ular Amir Temur qo'shinida lashkarboshilik darajasigacha ko'tarilgan. Amir Temur yoshligidan jismonan baquvvat, epchil va jasur bo'lib o'sgan. U yoshligida o'q otish, qilichbozlik va ot chopish san'atini erta o'rgangan. Yoshlik yillaridan boshlab u islom dini ilmlari, tarix, harbiy strategiya va davlat boshqaruvi asoslarini o'rgangan. Amir Temur ilk harbiy faoliyatini qo'l ostidagi navkarlari bilan ayrim viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan. Ularning o'zaro kurashlarida qatnashib, jasorat ko'rsatgan, janglarda chiniqqan, harbiy mahoratini oshirgan. Dong'i butun Qashqadaryo vohasiga yoyilgan. Yosh sarkarda sifatida ko'tarilishi taxminan 1360-yilda Temur mahalliy harbiy qo'shinga qo'shilib, o'z nomini tanita boshlaydi. U dastlab Mo'g'ul xoni Tug'luq Temurxon qo'shinida xizmat qilgan. Keyinchalik Mo'g'ul nahrini egallash uchun kurash olib borgan. 1363-yil, 1365-yillardagi kurashlar. Temur dastlab o'zining do'sti Husayn bilan ittifoq tuzib, Mo'g'ul nahrini egallashga harakat qiladi. 1365-yilda Loy jangida qatnashgan. 1370-yilda Husaynni mag'lub etib, Samarqandni poytaxt deb tayinlaydi va hokimiyatni qo'lga kiritadi. Amir Temurning aql-u zakovati, shijoati va shuhrati uni Movaronnahrning nufuzli amirlaridan Amir Xizr Yasovuriy va Amir Qazag'on bilan yaqinlashtirdi.
Xondamirning yozishicha, otasi Amir Tarag'oy Amir Temurni avval 1355-yilda Amir Joko Barlosining qizi Nurmushk og'oga, so'ngra o'sha yili Qazag'onning nabirasi va Amir Husaynning singlisi O'ljoy Turkon og'oga uylantiradi. Amir Temur bog'lari Temuriylar davridagi bog'lar majmuasi. Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda va davlat arbobi, balki go'zallik va me'morchilikka katta e'tibor bergan shaxs hisoblanadi. Uning davrida Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlarda ko'plab bog'lar barpo etilgan. Bu bog'lar nafaqat hordiq chiqarish joyi, balki madaniy va siyosiy markaz sifatida ham xizmat qilgan. Amir Temur barpo qilgan mashhur bog'lar. Bog'i Dilkusho. Dilkusho so'zi ko'ngilni quvontiradigan degan ma'noni anglatadi. Bu bog' shaxsan Amir Temurning eng sevimli istirohat bog'laridan biri bo'lgan. Bu bog' hududida muhtasham qasr va suv havzalari mavjud. Bu bog' Eron, Hindiston va Xitoy me'morchiligi bilan bezatilgan. Bog'i Jahonnamo. Jahonnamo dunyoga tanitadigan degan ma'noni anglatadi. Bu bog' hududida Samarqand markazini kuzatish uchun katta bino qurilgan. Bu bog' tantanali marosimlarni o'tkazish va davlat ishlarini olib borish uchun xizmat qilgan. Bu bog' hududida chiroyli bo'lgan daraxtlar va gullar mavjud. Bog'i baland joyda joylashgan degan ma'noni anglatadi. Bu bog' hududida suv havzalari va saroylar mavjud. Bu bog' maxfiy uchrashuvlarni o'tkazish va davlat ishlarini olib borish uchun xizmat qilgan. Amir Temur siyosat maydoniga kirib kelgan paytda Movarounnahr mo'g'ullar istibdodi ostida bo'lib, Chingizxon bosib o'tgan shahar va qishloqlar vayronaga aylangan, suv inshootlari buzib tashlangan yoki ishga yaroqsiz holga keltirilgan. Uning hayoti va faoliyatida ikki davr yaqqol ko'zga tashlanadi. Birinchi davri 1360-1385 Movarounnahrni Mo'g'ul xonligidan ozod qilib, yagona markazlashgan davlat tuzish, o'zaro urushlarga barham berish. Ikkinchi davra 1386-1405-yil esa 2 yillik, 3 yillik, 5 yillik deb ataluvchi boshqa mamlakatlarga yurishlari bilan tavsiflanadi. Amir Temur yoshligida o'ng qo'li va chap oyog'idan jarohat olgan va bir umrga cho'loq bo'lib qolgan. Ba'zi manbalarga ko'ra, u mo'g'ullarga qarshi chiqayotganda yoki o'g'rilar bosqini ostida og'ir yarador bo'lgan. G'arb tarixchilari uni Temurlang, ya'ni Cho'loq Temur deb atashgan. Temur o'ziga xos strateg bo'lib, qisqa muddat ichida katta muvaffaqiyatlarga ega bo'lgan. Temur 1360-yil, 1370-yillarda Movarounnahrda hokimiyat uchun kurash olib borgan. U 1370-yilda Samarqandni egallagan va o'z davlatiga asos solgan. U tuzuklar degan qonun qoidalarni ishlab chiqarib, davlatni adolat bilan boshqargan. 1360-yillardan boshlab Amir Temur Movarounnahdagi ichki nizo urushlarda ishtirok eta boshladi va Mo'g'uliston hukmdori Tug'luq Temurxon uning o'g'li Ilyos Xo'jaga qarshi kurashlardan so'ng Amir Husayn ustidan g'alaba qozongach 1370-yilda Movarounnahr taxtining haqiqiy sohibi bo'ldi va Samarqandni hokimiyat poytaxti deb belgiladi. Bir 1405-yilda Amir Temur Xitoyga yurish qilishga tayyor turgan paytida Qozog'istonning O'tiroq shahrida vafot etadi va uning jasadi Samarqandga olib kelinib, To'r Amir maqbarasida dafn etilgan. Temurdan keyin uning avlodlari Temuriylar davlatini boshqargan. Uning nevarasi Ulug'bek ilm-fan va astronomiya sohalarida katta iz qoldirgan. Bobur esa Hindistonda Boburiylar imperiyasi asos solgan. Samarqandda Bibixonim masjidi, Shohusunda majmuasi, Rejison ansambli va boshqa yirik me'moriy obidalar bunyod etilgan. Temur dunyoning turli burchaklarida olimlar, hunarmandlar va me'morlarni Samarqandga olib kelib, ilm-fan va san'at rivojlanishiga katta hissasini qo'shgan. Sayyid Baraka Amir Temur faoliyatini qo'llab-quvvatlab, unga oliy hokimiyat ramzi, katta nog'ora, tabl bilan yalov bayroq tortiq qiladi. Bu saltanatlik ramzi hisoblanib, shubhasiz u uchun katta siyosiy ahamiyatga ega edi. Amir Temur buni yaxshi tushunardi. Shuning uchun ham Balxga yetmasdan Urpuz mavzesida u amir va no'yonlari bilan kengash o'tkazadi.
Ko'pchilikning xohish va ixtiyori bilan o'sha davr qonun qoidalariga ko'ra Chingiziylar avlodidan bo'lgan Suyurg'atmish o'g'lon Movarounnahr podsholigi taxtiga o'tkazildi. Amir Temur qo'shini to Balxga yetib borgunicha unga yo'l-yo'lakay yangi kuchlar kelib qo'shildi. Shu asnoda Amir Husaynni ko'pchilik amirlari tark etdi. Jangda Amir Husayn qo'shinlari yengildi. 2 kunlik qamaldan so'ng 1370-yilning 10-aprelida Balx shahri Amir Temurga taslim bo'ldi. Amir Temur olimlarga xayrixoh munosabatda bo'lar, bilimi va halolligini ko'rgan olimlarga ishonar edi. U tarixchi va faylasuflar, ilm-fan va ma'muriy sohada bilimdon bo'lgan kishilar bilan suhbatlashish uchun ko'pincha taxtidan ham tushardi. Sohibqiron Amir Temur to'liq ismi Amir Temur ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Barqul bo'lib, o'rta asrlarning buyuk turkiy askari va qo'mondoni, Oltin O'rda xonligi, Mamluklar sultonligi, Dehli sultonligi, Usmonlilar davlati, Kavkaz va Erondagi davlatlarni bo'ysundirish ortidan butun musulmon davlatlarning o'z qo'liga olgan va umumiy yer maydoni 4,4 million kilometr kvadratni tashkil etgan 1400 yillik tarixdagi birinchi davlat quruvchisi bu Amir Temur hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda Amir Temur 35 yillik davlat boshqaruvi va tuzilishi davomida biror marta urushlarda yengilmagan. Shu bilan bir qatorda o'tmishdagi eng buyuk 3 ta harbiy taktik yurishlarda qatnashgan va bu yurishlarning qo'mondoni Amir Temur hisoblanadi. Amir Temur Movarounnahrda Temuriylarning uyg'onish davridagi asoschisi, shu bilan bir qatorda ilm-fan, madaniyat, ma'rifat, me'morchilik, san'at va adabiyot homiysi hisoblanadi. Amir Temur Saljuqiylar, Somoniylar, Qarluqiylar, Xorazmshohlar davlatini qaytadan tikladi va bu yerda markazlashgan davlat tizimini uzoq yillardan so'ng tashkil topgan davlat tizimini yana qaytadan tikladi va o'zigacha Amir Temur o'zigacha bo'lgan davlatlarda boshqasiga bu davrgacha yetib kelmagan, ya'ni markazlashgan buyuk davlatni barpo etdi. Amir Temur davlat rahbari, tadbirkor, ishbilarmon, qattiqqo'l, adolatli, rahmdil, halol va pok inson bo'lishi bilan shu bilan bir qatorda adolat sohibi bo'lish kerakligini ta'kidladi va adolat har doim adovat emas, balki adolat yengishini isbotlab berdi. Amir Temur o'zi hayotlik davrdayoq o'ziga ajoyib bir asar yaratdi. Bu asar Temur tuzuklari deb ataldi. Temur tuzuklari nomi deb atalgan Amir Temurning bu asarda davlat boshqaruvi shakllari, qo'shinlarning tuzilishi, harbiy qo'shinlarning boshqaruv shakli va shu bilan bir qatorda taxt vorislarning tarbiyasi, vazirlarning vazifasi, qo'shin qo'mondonlarining harbiy vazifalari alohida belgilab o'tilgan. Amir Temur davlat boshqaruvida 9 ulushini kengash, tadbir va mashvarat bilan qolgan bir ulushini esa qilich bilan qo'lga kiritdim deb alohida ta'kidlab o'tadi. Amir Temur bobomizning buyuk tarixiy shaxs sifatida davlat boshqaruvida alohida o'rin egallashi bu kishining haqiqatdan ham kuchli, qudratli davlat va siyosat arbobi ekanligidan dalolat beradi. Amir Temur bobomiz o'zining Temur tuzuklari nomli asarida shunday yozadi: tajribamda angladimki, ishbilarmon, mardlik, shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor bir kishi minglab tadbirsiz loqayd kishilardan yaxshidir deb aytib o'tib ketadi. Amir Temur bobomiz o'zining davlatining, markazlashgan davlatini yanada mustahkamlash uchun o'zining janubiy chegaralarini mustahkamlash maqsadida Eron, Iroq, Ozarbayjon, Shom, ya'ni Suriya davlatlari hududlariga 3 marta harbiy yurishlarni olib boradi. Bu yurishlar tarixga 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik urushlar nomi bilan kiradi. Amir Temur Usmonlilar davlati hukmdori bo'lgan Boyazid Yildirim bilan ham harbiy janglarda ishtirok etadi va Boyazid Yildirimning qo'shinini tormor qiladi. Bu jang Anqara jangi nomi bilan tarixga kirib, 1402-yilning 20-iyul sanasida Anqara yaqinidagi Chubuq mavzeida sodir bo'ladi. Amir Temur faqat mahalliy mualliflarnigina rag'batlantirmay, balki o'z poytaxtiga chet el olimlari va shoirlarni ham jalb etdi hamda ularning hammasiga hotamtoylarcha mukofotlar hadya etar va o'z shaxsiy e'tibori va homiyligi bilan ularni qo'llab-quvvatlardi.
Ana shu olimlarning ayrimlari Amir Temur saltanatida o'z vatanidagidan ko'proq ta'minlangan edi. Amir Temurning aqliy qobiliyatlari va qiziqishlari ko'lami kishini ayniqsa hayratga solar edi. Uning hukmdorligi bitilgan tarixlarda tibbiyot, astronomiya va ayniqsa arablar, forslar va turkiylar tarixi sohasidagi bilimlari madh etiladi. Zavq bilan olimlarning munozaralariga kirishib, ko'pincha g'olib chiqardi. Amir Temur san'atni yuksak qadrlardi. O'zi badiiy asarlar majmuasiga ega edi. Turli toifadagi mashoqlar, suxandonlar, haykaltaroshlar, bog'bonlar, rassomlar jahonning har xil davlatlaridan Amir Temur saroyiga to'plangan edi. Alisher Navoiyga Amir Temurning ilm va ma'naviyat ahliga ko'rsatgan g'amxo'rligi juda yoqar edi. Abadiyat olovini yoqqan, haqqoniyat yalovini taqqan, yosh bo'lib boshlarda balqan, misli tufon ko'pirib qalqan, sharaf shoni, buyuk to'ronim, Temur bobom sohib qironim. Asrlarki shoningiz o'chmas, tamal toshi siz qo'ygan kuchmas, birlashmagan elat el kuchmas. Daholarsiz yurt zafar quchmas, Alp xoqoni, buyuk to'ronim, Temur bobom sohib qironim. Tish qaytarib uch adovatda, yog'iy bosar beklar g'aflatda, el yurt tuzgan siz ma'lumotda, amolingiz kuch adolatda, zo'r qalqoni, buyuk to'ronim, Temur bobom sohib qironim. Qovib boshdan asriy kulfatni, yaratdingiz buyuk davlatni, yuksaltirib fan ma'rifatni, his etdingiz nozik san'atni. Qalb sultoni, buyuk to'ronim, Temur bobom sohib qironim. Amir Temur ilm fanning riyoziyot, handasa, me'morchilik, falakiyot, adabiyot, tarix, musiqa kabi sohalari ravnaqiga katta e'tibor berib, sohibi hunarlar bilan qilgan suhbatlari haqida fransuz olimi Langley shunday yozadi. Temur olimlarga sert iltifot edi. Bilimdonligi bilan bir qatorda sofdilligini ko'rgan kishilarga ishonch bildirardi. Tarixchilar, faylasuflar, shuningdek ilm-fan, idora va boshqa ishlarda iste'dodli bo'lgach, barcha kishilar bilan suhbatlashish uchun ko'pincha taxtdan tushib ularning yoniga kelardi. Chunki Temur bu sohalarga g'amxo'rlik qilishga asosiy e'tiborini berardi. Bag'ishlab suyukli elga to'ronni, Tangrim lutf etdi so'ng sohib quronni, dedi g'animlarga o'lja tarqoq el, birlashtir yurtingni, yech muammoni, jon fido etib men qilib shijoat, ayladim uch qit'a ulusini zabt, moziyning sarg'aygan sahifasiga, zeb bermish men qurgan azim saltanat. Bilursiz, siz meni, men qurganlarni, ezgu ishlar sari yuz burganlarni, adolat hukmini o'qib yurganim, uyg'onish davriga g'isht terganlarni, kengashdim, mashvarat qildim har ishda, mardlar yo'ldosh edi menga yurishda, yurt sha'ni uchun ot surgan o'g'lonlar, bel bog'lab bo'ldilar menga payvasta, yaqinim yo'qotib qilsam-da bardosh, askardan ayrilsam ko'zdan oqar yosh. Amir Temur o'zini mohir diplomat sifatida ham namoyon qila olgan. Uning Vizantiya, Venetsiya, Genuya, Ispaniya, Fransiya, Angliya, boshqacha aytganda o'sha vaqtda ko'proq ma'lum va mashhur bo'lgan Yevropa davlatlari bilan iqtisodiy aloqalar o'rnatish va uni mustahkamlash sohasidagi faoliyatini fransuz va ingliz qirollarining unga yozgan maktublari bilan dalillash mumkin. Olam sizni kutib turar chopar. Kirsin ular. Olampanoh, men Romoda yetib kelmişman. Qaysarimiz Boyazidning elchidirman. Sulton Sharli Erur mening ismim Sharifim. Ko'pdan seni kutmoqdaman, xabar ber elchi. U so'ziga qanday hukm chiqarmish sulton? Urush bilan hal bo'lajak bu mojarolar. Agarda sen biz tomonga kelmasang, Temur bilib qo'yki, xotinlaring tutaloq bo'lgay. Agar sen yana yenga olmay chekinsam, ortga unda men xotinlarim tutaloq bo'lgay. Boyazid, qimorga xotinlarni tikmoq kerakmidi? Mayli, borajakmiz. Boring, chaqiring bu qalamonni. Bu qalamon qaydasan? Bu yoqqa kelchi. Olam panohim, shu yerdaman, hozir bo'ldim. Ne buyurgaysiz? Yana yumush topshiraman ishonib senga. Zero, sen har bitta mushkul ishni eplab kelgansan. Hatto sen bilmaydigan til yo'qdir bu yetti iqlimda. Olam panoh,
Shu sababdan ham ismimni juda topib qo'ygansizda. Ilgari ismim bitolmas bo'lgan. Endi sen mag'rur kishiga aylanasan va mutakabbir, hiyla farangiylarni o'rgangaysan. Shohlarning maqsadini anglagach, choparlarni huzurimga yetaklagaysan. Shu yurganmi? Samarqandga olam panohim. Biz Angioraning atrofida, olis Ro'mon mamlakatida, qoq yuragida chodir tikkaymiz. Olam panohim, shu soniyadan meni farang deb hisoblang. Javobing tuzuk. Huzurimga Bibi xonimni chorlangiz. Chorlamishsiz Olampano. Bibi xonim, hukumat ishlari bilan band bo'libman. Olampano, yana urush, yana safarmi? Ha, yana urush. Bizga urush boshlabdi farangiylar va biz turkiylar bilan gichgichlab qo'ydi. Endi urush bo'lajak. Ularning asl maqsadi ne? Murodi nedir? Ularning asl maqsadi bizni yengmoqdir. Lekin aslo unday bo'lmaydi. Men senga Samarqandni va nabiramga ishonib topshirib ketaman. Hukmdorim, sizga zafar tilamoqdan boshqa ilojim yo'q. Javobing tuzuk. Amir Temur eng muhimi Eron, Ozarbayjon va Iroqdagi mayda hukmdorlar o'rtasidagi tarqoqlik va bosh-boshdoqlikka barham berib, bu bilan nafaqat Mavaroun Nahr, balki uzoq va yaqin Sharq mamlakatlarining iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga, xalqlar va mamlakatlarni bir-biri bilan yaqinlashtirishga ulkan hissa qo'shdi. Amir Temur Yevropaning Fransiya, Angliya va Kastiliya kabi yirik qirolliklari bilan bevosita savdo va diplomatik aloqalar o'rnatdi. Buyuk saltanatni tikladi Temur. Istagi avlodin otsa zo'r tomir, mulktiron dunyo uziga bo'lib, xalqqa mosoyishda ko'rsaydi umr. Sohib Qur'on aytar: "Ey farzandlarim, ko'zimning qarog'i jon dilbandlarim, millatning dardiga darmon bo'lingiz, bo'shashtirmang mening bog'im bandlarim. Adolat, ozodlik dastida bo'ling, yomonlik, razolat qasdida bo'ling, nifoq tuxumlarin ekmangiz aslo, yaxshilik, ezgulik rostida bo'ling." Jahongir so'zidan yaxshilik bunyod. Bizga mayoq bo'lsin baxsh etib sabot, avlodlar bizlardan ololsin o'rnak, shunda rizo bo'lur Temurdayin zot. Sohib Qur'on taxminan 1000 dan ortiq jang o'tkazdi. Ularda zafar hamisha Sohib Qur'on tomonida bo'ldi. Amir Temur 1405-yil 18 fevral kuni vafot etadi. Samarqandda Amir Temur maqbarasiga dafn etilgan. Bugun yoshlar Amir Temurning hayoti va faoliyatini, mamlakat obodligi yo'lidagi bunyodkorlik ishlari haqida o'rganishmoqda. Zero buyuk sarkarda va ma'naviyat rahnamosining oliyjanob ishlari har birimizning faxrimizdir.